Assalamualaikum hörmətli televizor görgüçülər, görüb atqanınlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda məşə bir həftə jarayanda radiomuzda anlatılğan bir qism mühim xəbərlərimizni əsiltib ötdümiz. Mən Erkin. Mən Gülçehrə. Tövəndə də qısanlar xəbərlərimizin təfsilatları da olsun. Yakında Gulji şəhərindəki közgə görünən Uyğur baylarından Yaqub Hacı və Səlim Hacının 15 yıllık qamoqqa hökm qılınğanlığı haqqında uçurlar məlum oldu. Ahvaldan xəbərdar kişilərinin bildirişçə Yaqub Hacı və Səlim Hacı ilgiri Gulji şəhərinin Sudarvazı rayonundakı Aq məscidini selişqa 4 milyon yuan hədiyyə qılған ekan. Bu qitim onlarının qamoqqa hökm qilinishiga diniy asabiylik amili bana qilingan. Ma'lum bo'lishicha, G'uljidagi tutqun qilingan Uyg'ur boylarining ko'p qismi xayri saxovat ishlar bilan tonilgan bo'lib, ularning qilganlari jamiyatning farovonligi va xalq ommasining xotirjamligiga munosabatli ishlar ekan. G'ulji təvəsidəki lagerlarning birida Xitoy tili o'qituvchisi bo'lib ishlayotgan tijoratchi Xilil Hashimning 19 yillik qamoqqa hukm qilinganligi haqidagi uchurlar lagerlarning ichki qismidagi ba'zi qorong'u taraflarni oshkor qildi. Ma'lum bo'lishicha, yakka tijorat bilan shug'ullanib kelgan Xilil Hashim o'zining Xitoycha o'qiganligidek orqa ko'rinishi bilan dastlab lagerlarning biriga o'qituvchilikka elib ketilgan. Xilil Hashim lagerlardagi o'zini pash qilish to'lqinida buningdan 15 yil burun o'g'lini Qur'on kursiga berganligini ma'lum qilgan. Buning bilan uning o'g'li va ayolimi tutqun qilingan. Uyg'urlar diyoridagi zo'r tutqunda aziz so'ygan yozuvchi Mamtimin Hoshurning tutqun qilinganligi haqida har xil taxminlar o'ttirg'a chiqayotgan edi. Muxbirimizning bu vaqtdagi ahvol egalishi jarayonida yerlikdagi xodimlar Mamtimin Hoshurning asarlaridan masala chiqqanligini bildirdi. Bir qism chet el matbuotlarida Mamtimin Hoshurning tutqun qilinganligi tilga ilinmoqda. Bu vaqtdagi ahvol aniqlash jarayonida hech qanday o'rin yoki shaxsmi bu ahvolni inkor qilmagan. Ma'lum bo'lishicha, Mamtimin Hoshur 1990-yillardan keyin Uyg'ur proza ijodiyatida yangi burilish hosil qilgan bo'lib, o'zining ko'plagan nodir asarlari bilan Uyg'ur hozirgi zamon adabiyotidagi bayroqdor adiblarning biri deb tanilib kelgan edi. Germaniyaning Volkswagen avtomobil şirketi yaqında Şanxayda o'tkazilgan avtomobil ko'rgazmasida muxbirlarning savollariga javob berib, o'zlarining Uyg'ur diyoridagi lagerlar masalasi va siyosiy bostirishdan xabari yo'qligini bildirgan. Mazkur shirkatning bu javobi xalqaroga ma'lum bo'lgandan keyin har soha kishilarining zo'r tanqidiga duch keldi. Shuning bilan birga ularning mahsulotlarini boykot qilish chaqiriqlari o'tirg'i chiqishga boshladi. Ma'lum bo'lishicha, Volkswagen avtomobillari 1990 yillardan tortib Xitoyda eng qarshi elingan avtomobillarning biri bo'lib kelgan. Buningdan 6 yil ilgari bo'lsa, ular Urumchida tarmoq zavod ochgan ekan. Muhojiratga Uyg'urlarning eng chong ommaviy tashkiloti bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor betiga Xitoy hakerlarining hujum qilish voqeasidan keyin yaqinda xalqaro moliya mulozimat shirkati Refinitivning Dunyo Uyg'ur qurultiyini terrorlik qora tizimligiga kirgizib qo'yganligi ma'lum bo'ldi. Shu sababdan Dunyo Uyg'ur qurultiyi va uning rahbarlarining banki hisobotiga avatilgan pullar mangmaydigan, g'oyib bo'lib ketadigan yoki rad qilinadigan ahvollar kelib chiqqan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining rahbarlari bu ishning o'tirg'i chiqishida Xitoy hukumatining qo'li bor deb qaraydiganligini bildirmoqda. Shuningdek, ilgari Xitoy hukumatining xalqaro saqchi tashkilotidan foydalanib, Dolqin Ayso haqida tutish buyrug'i chiqarganligini eslatmoqda. Muhojiratdagi Uyg'ur yoshlarini milliy mafkura va tashkilotchilik bilimlari bilan tarbiyalash maqsadida Istanbuldagi Uyg'ur akademiyasi Turkiyaning har qaysi joylarida o'qiyotgan Uyg'ur yoshlari uchun tarbiyalash kursi o'tkazdi. 2 kunlik bu kursda doktorlik va magistrlik unvonlari uchun o'qiyotgan 21 nafar o'quvchi o'xshamagan temalardagi leksiyalarga qatnashdi va milliy mafkura, tashkilotchilik temasi bo'yicha tegishli ma'lumotlarga ega bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, muhojiratdagi Uyg'ur davosining kelgusi taraqqiyoti uchun bu xildagi kurslarni ko'plab echish zo'r ahamiyatga ega deb qaralmoqda ekan. Möhtərəm televizor görgüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısını gördüңlər. Kelar həftə görüşəylik. Xeyr xoş. Xeyr xoş.